Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bugun 18-may sanasi O'zbekiston bozorida dollar va rubl kurslarining olinishi va sotilishi bo'yicha ma'lumotlar berib o'tamiz. Unga ko'ra, bugun yurtimizda 100 dollar kursi agar olsangiz 1.295 ming so'm, sotsangiz 1.288 ming so'mni tashkil etmoqda. Rossiya ming rubl kursi olsangiz 170 ming so'm, sotsangiz 150 ming so'mni tashkil etmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu ma'lumotlar barcha viloyat bozorlaridagi nisbatlardan kelib chiqqan holda berildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.